Nima uchun elektr skuterlarning tezligi 40 km/soatdan o'tmaydi? Chunki elektr skuterlarning boshqaruvchisida speed limit yoki tezlik cheklovi bo'ladi. Nima sababdan bu cheklov qo'yilishini hozir men sizlarga aytib beraman. Bu cheklovni qo'yishdan maqsad asosan skuteringizni zaryadi uzoqroq vaqt ketishi uchun bunday qilingan. Va yana bir fakt, skuteringiz qanchalik sekin yurgani sari boshqaruvchi quvvatni shunchalik kam oladi va bu akkumulyator uchun juda foydali bo'ladi. Shuning uchun ba'zi sekin yuradigan skuterlarning akkumulyatori 2 yildan 3 yilgacha xizmat qilib berishi mumkin. Agarda sizning skuteringizni akkumulyatori 1 yil vaqt ichida tezroq ishdan chiqqan bo'lsa, demak skuteringizda elektr sarfi ko'proq bo'ladi. Ya'ni elektr qarshiligi qancha ko'p bo'lgan sari akkumulyatorning quvvat ushlash darajasi ancha pastga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga men tezlikni pasaytirib yurishni maslahat beraman. Chunki siz tezlikni pasaytirib yurganingizda akkumulyatorga shuncha kam qarshilik tushadi. Yana bir fakt, agarda siz skuteringizni past tezlikda haydab uning zaryadini oxirigacha tugatsangiz, bu akkumulyator uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki akkumulyatordagi zaryad sekin-asta tugaydi va bu akkumulyatoringizni ichidagi sig'imini yanada ko'paytirib beradi. Shuning uchun skuteringizni qanchalik sekin haydab zaryadini tugatsangiz va uni zaryadga qo'yib to'ldirib olsangiz, o'sha kuni skuteringiz juda ham ko'p masofa yurib berishi mumkin. Agar gapimga ishonmasangiz, buni sinab ko'ring. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini esa kommentariya bo'limiga yozib keting.